Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim, dolzarb va ochig'ini aytish kerakki, ba'zilar orasida biroz xavotir uyg'otgan mavzu haqida so'z yuritamiz. So'nggi paytlarda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda ommaydan boshlab pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan sarlavhali xabarlar tarqalgani ko'pchilikni tashvishga solgani sir emas. Bu xabar albatta ko'plab savollarni keltirib chiqardi. Ko'pchilikni mening pensiyam ham to'xtab qoladimi degan o'ylarga g'arq qildi. Aynan shu xavotirlarni bartaraf etish, aniq va ishonchli ma'lumotlarni sizga yetkazish uchun bugungi videomizni tayyorladim. Men ekspert sifatida bu vaziyatni har tomonlama tahlil qilib, sizga nimalarni bilishingiz kerakligini, kimlar tashvishlanishi lozimligini va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini tushuntirib beraman. Ushbu ma'lumot nafaqat sizni, balki yaqinlaringizni ham xabardor qilish uchun juda muhimdir. Shunday ekan, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati xo'sh. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, shu savolga javob topaylik. Ilgari pensiya tizimi biroz boshqacharoq ishlardi. Ko'p hollarda hujjatlar qog'oz shaklida yuritilar edi. Pensiya ta'minoti bo'limlari xodimlari barcha ma'lumotlarni qo'lda qayd etishardi. Fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlaridagi o'zgarishlar, masalan, yashash joyi, oilaviy holat, pasport ma'lumotlari yoki vafot etish holatlari ko'pincha kechikib yoki umuman tizimga kirmasdan qolib ketardi. Ba'zi hollarda vafot etgan shaxslarning pensiyalari ham ma'lum muddatga qadar to'lanib ketgan holatlar kuzatilgan. Qolaversa, pensiya oluvchilarning ayrimlari xorijga doimiy yashash uchun ketgan holda ham pensiya olishda davom etgan. Ularning O'zbekiston hududida yashab turganligi muntazam ravishda tekshirilmagan. Bularning barchasi davlat byudjetiga ortiqcha yuk bo'lib, pensiya tizimida shaffoflik yetishmasligiga olib kelardi. Tekshiruvlar asosan rejali ravishda amalga oshirilgan bo'lsa-da, ular barcha holatlarni to'liq qamrab olmasdi. Ma'lumot almashinuvi turli davlat organlari o'rtasida sust bo'lgani sababli bir idoradagi ma'lumot boshqa idoradagisi bilan mos kelmasligi tez-tez uchrab turardi. Bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda raqamli transformatsiya jarayonlari jadal kechmoqda va bu pensiya tizimini ham chetlab o'tmadi. Hukumat ijtimoiy to'lovlar tizimini to'liq shaffof qilish, har bir tiyinning o'z egasiga yetib borishini ta'minlash va suiiste'molliklarning oldini olish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Endi pensiya tizimi to'liq raqamlashtirilgan. Davlat pensiya ta'minoti jamg'armasi, hozirda ijtimoiy himoya agentligi huzuridagi pensiya jamg'armasi, ma'lumotlar aholi bandligi soliq idoralari, FHB, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari, ichki ishlar bo'limlari va boshqa tegishli davlat organlarining ma'lumotlar bazalari bilan avtomatik tarzda integratsiya qilingan. Bu shuni anglatadiki, agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda, yashash joyingizda, oilaviy holatingizda yoki pensiya olish huquqingizga ta'sir qiluvchi boshqa holatlarda o'zgarish ro'y bersa, bu haqda pensiya jamg'armasi tegishli idoralar orqali tezda xabardor bo'ladi. Asosiy e'tibor ma'lumotlarning dolzarbligiga va mos kelishiga qaratilgan. Ummaydan boshlab pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan xabarlar esa aslida ushbu tizim doirasida amalga oshirilayotgan ma'lumotlarni sinxronizatsiya qilish, noaniqliklarni aniqlash va tartibga solish jarayonlarining noto'g'ri talqin qilinishidir. Hech kimning pensiyasi asossiz to'xtatilmaydi. Gap faqat ma'lumotlari eskirgan, noto'g'ri yoki noaniq bo'lgan ayrim fuqarolarning pensiya to'lovlarini vaqtincha to'xtatib turish va bu orqali ularni o'z ma'lumotlarini yangilashga undash haqida bormoqda. Bu shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Pensiya to'lovlarining vaqtincha to'xtatilishiga sabab bo'luvchi asosiy holatlar keling, nimalarni bilishingiz kerakligi, kimlar tashvishlanishi kerakligi va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Umuman olganda, agar sizning pensiya faylingizdagi ma'lumotlar to'liq va aniq bo'lsa, siz muntazam ravishda pensiyangizni olib kelsangiz va sizga tegishli savollar bo'lmasa, xavotirga o'rin yo'q. Biroq, quyidagi hollarda pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Birinchi holat. Agar pensiya olishning shaxsiy ma'lumotlarida nomuvofiqlik aniqlansa, bu nima degani? Tasavvur qiling, siz pasportingizni almashtirgansiz, familiyangizni o'zgartirgansiz, masalan. Turmushga chiqqandan keyin yoki ajrashgandan keyin yoki manzilingiz o'zgargan, ammo bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermagansiz.
yangi raqamli tizim ichki ishlar organlari ma'lumotlari bilan sizning pensiya ishingizdagi ma'lumotlarni solishtirganda nomuvofiqlikni aniqlaydi. Misol, Toshkent shahridan 2 yoshli Guli opani olaylik. U 1 yil avval pasportini yangilagan, lekin yangi pasport ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etmagan. Eski pasport raqami bilan yangi raqamli tizimdagi ma'lumotlar mos kelmaganligi sababli tizim Guli opaning shaxsi aniqlanmagan deb hisoblab, uning pensiya to'lovini vaqtincha muzlatib qo'ygan. Guli opa 10 oydan keyin pensiya kartasiga pul tushmaganidan hayron bo'ladi. U pensiya bo'limiga murojaat qilganida undan yangi pasportining nusxasi va ariza talab qilingan. Hujjatlarni topshirgandan so'ng 2 hafta ichida uning pensiya to'lovlari qayta tiklangan va avval to'lanmay qolgan pullar ham uning hisobiga o'tkazilgan. Ikkinchi holat. Agar pensiya oluvchi belgilangan muddatda tibbiy ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, bu asosan nogironlik pensiyasini oluvchilarga tegishli. Nogironlik pensiyasi oluvchilar ma'lum muddatda tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tomonidan qayta ko'rikdan o'tishlari shart. Agar bu muddat o'tkazib yuborilgan bo'lsa, pensiya to'lovi avtomatik ravishda to'xtatilishi mumkin. Misol, Farg'ona viloyatida yashovchi 78 yoshli Xoliq aka 2-guruh nogironi 2023 yil dekabr oyida qayta ko'rikdan o'tishi kerak edi. Ammo sog'ligidagi muammolar tufayli u muddatida tamakka bormaydi. Natijada 10 oydan keyin uning pensiyasi kartasiga tushmagan. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlari tamak ma'lumotlari bilan solishtirilganda Xoliq akaning qayta ko'rikdan o'tmaganligi aniqlangan va to'lov vaqtincha to'xtatilgan. U tamakdan o'tib, yangi xulosani pensiya jamg'armasiga topshirgandan so'ng pensiyasi qayta tiklangan va to'lanmay qolgan summani ham olgan. 3-holat, pensiya oluvchi doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib ketgan bo'lsa, ammo bu haqda ma'lumot berilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra doimiy yashash uchun chet elga ketgan fuqarolarning pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Agar bu ma'lumotlar davlat chegara xizmati orqali pensiya jamg'armasiga yetib borsa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Misol, Samarqandlik Olimtekis yoshli O'rif bobo 3 yil avval doimiy yashash uchun Rossiyaga o'g'lining yo'niga ketgan. U O'zbekiston pensiya jamg'armasini bu haqda ogohlantirmagan. Eski tizimda bu holat aniqlanmasdan qolib ketardi, ammo yangi raqamli tizim chegara xizmati ma'lumotlari bilan avtomatik tarzda solishtirib, O'rif boboning uzoq muddat O'zbekiston hududidan tashqarida bo'lganligini aniqlagan. Natijada uning pensiya to'lovi 10 oydan boshlab to'xtatilgan. Bu holatda pensiyani qayta tiklash juda murakkab jarayon bo'lib, uning O'zbekistonga qaytishi va tegishli hujjatlarni taqdim etishini talab qiladi. 4-holat. Vafot etgan fuqarolarning pensiyasini olishda davom etish holatlari. Afsuski, bunday achinarli holatlar ham uchrab turadi. Ba'zi oila a'zolari vafot etgan qarindoshining pensiya kartasidan foydalanishda davom etishadi. Yangi tizimda EXB ma'lumotlari bilan avtomatik ravishda ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilganligi sababli vafot etgan shaxslarning pensiya to'lovlari darhol to'xtatiladi. Misol, Qashqadaryolik Ko'kun 2 yoshli Mavluda bu bir necha oy oldin vafot etgan. Uning o'g'li pensiya kartasini saqlab qolgan va pensiyani olishda davom etgan. Fahbedan Mavluda buning vafoti haqida ma'lumot pensiya jamg'armasiga kelib tushishi bilan uning pensiya hisobidagi barcha to'lovlar 10 oydan keyin avtomatik tarzda to'xtatilgan. Bunday holatlarda suiiste'mollik aniqlansa, ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talab etilishi bilan birga qonuniy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. 5-holat. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi shaxslarning holatidagi o'zgarishlar. Bu asosan bolalar, talabalar va boshqa qaramog'ida bo'lgan shaxslarga tegishli. Masalan, bola 12 yoshga to'lsa va ishlashni boshlasa yoki ta'lim muassasasini tugatsa, unga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi to'lovlari to'xtatiladi. Misol, Toshkentda yashovchi Ahmed akadan keyin uning nabirasi 19 yoshli Dilshod bobosidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olar edi. Dilshod universitetini tugatgan va yaqinda ishga kirgan. Bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Soliq idorasining ma'lumotlar bazasi pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bilan solishtirilganda Dilshodning ishga kirganligi aniqlangan. Natijada uning pensiya to'lovi 10 oydan keyin to'xtatilgan. Bu holatda Dilshod o'zining ishga kirganligi haqidagi ma'lumotni rasmiylashtirishi va pensiya to'lovini to'xtatish haqida ariza berishi lozim edi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiya ishingizdagi barcha ma'lumotlar dolzarb, aniq va to'g'ri bo'lsa,
Siz pensiyani bank kartasi orqali muntazam ravishda olib tursangiz va u kartadan faol foydalansangiz, shuningdek sizga pensiya tizimi tomonidan hech qanday so'rov yoki ogohlantirish kelmagan bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Sizning pensiyangizga hech qanday xavf tug'ilmaydi. Aslida bu yangi tizim siz kabi mas'uliyatli fuqarolar uchun juda qulay. Chunki endi siz ma'lumotlarni muntazam ravishda yangilab turish haqida bosh qotirmaysiz. Chunki ma'lumotlar avtomatik tarzda almashinadi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham ayrim istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud. Keling, ularni ko'rib chiqamiz. Istisnolar ba'zi fuqarolik toifalari uchun pensiya to'lovlarini tekshirish jarayonlari boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, urush faxriylari, mehnat faxriylari, maxsus davlat mukofotlari sohiblari kabi imtiyozli toifadagi fuqarolarning pensiyalari ularning ijtimoiy maqomi tufayli biroz boshqacharoq yondashuv bilan ko'rib chiqilishi mumkin. Ularning ma'lumotlarini tekshirishda qo'shimcha yordam yoki muddati uzaytirilgan jarayonlar belgilanishi mumkin. Bundan tashqari, jismoniy holati sababli yoki ulus hududlarda yashaydigan, raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyati cheklangan pensionerlar uchun maxsus mexanizmlar joriy etilishi mumkin. Misol uchun, qishloq joylarda yashovchi, internetga kirish imkoni bo'lmagan 50 yoshli mohira momo uchun pensiya jamg'armasi xodimi yoki mahalla faoli tomonidan uyga borib ma'lumotlarni tekshirish yoki hujjatlarni yig'ishda yordam ko'rsatish tizimi ishga tushirilishi mumkin. Shuningdek, vaqtincha kasalxonada davolanayotgan, harakatlana olmaydigan pensionerlar uchun ham alohida tartiblar joriy etiladi. Ularga o'z yaqinlari orqali yoki tibbiyot muassasasi ma'muriyati orqali hujjatlarni rasmiylashtirish imkoniyati beriladi. Tuzoqlar bu vaziyatdan foydalanib firibgarlar faollashishi mumkinligini unutmaslik kerak. Sizga pensiya to'lovlari to'xtatilgani haqida SS xabar yuborishlari, telefon qo'ng'iroqlari qilishlari va pensiyangizni tiklash uchun deb bank karta raqamingiz, PIN kodingiz yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashlari mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni begona shaxslarga bermang. Davlat idoralari sizdan telefon orqali bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini yoki PIN kodini so'ramaydi. Shuningdek, sizga pensiya jamg'armasi xodimi niqobi ostida kelgan shaxslarga ham ehtiyot bo'ling. Agar kimdir sizning uyingizga kelib, sizdan pul yoki hujjatlaringizni so'rasa, ularning haqiqiy xodim ekanligiga ishonch hosil qiling. Guvohnomasini tekshiring va shubhali holatlarda huquq tartibot organlariga murojaat qiling. Byurokratik kechikishlar ham tuzoq bo'lishi mumkin. Siz barcha hujjatlarni topshirgandan so'ng ham pensiya to'lovi biroz kechikishi mumkin. Bu holatda siz muntazam ravishda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z ishingizning holatini so'rab turishingiz kerak. Noto'g'ri ma'lumotlarga tayanib ish tutish ham xavfli. Faqat rasmiy manbalardan pensiya jamg'armasining veb-sayti, yagona darcha markazlari, rasmiy qo'l markazlaridan olingan ma'lumotlarga ishoning. Ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlarga ishonmang. Noaniq jihatlar, mahalla qo'mitalarining roli. Ba'zi hollarda, ayniqsa keksa yoshdagi yolg'iz pensionerlar uchun ma'lumotlarni tekshirish va yangilash jarayonlarida mahalla faollarining, keksa avlod vakillarining yordami talab etilishi mumkin. Mahalla fuqarolar yig'inlari pensiya jamg'armasi bilan hamkorlikda ayrim ma'lumotlarni tasdiqlashda yordam berishi mumkin. Misol uchun, agar pensionerning yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarda noaniqlik bo'lsa, mahalla raisi uning haqiqatan ham shu manzilda yashayotganini tasdiqlab beruvchi ma'lumotnoma berishi mumkin. Shuningdek, sukut saqlash rozilik degan tamoyili ham muhim. Agar pensiya jamg'armasi sizga ma'lumotlarni aniqlashtirish bo'yicha rasmiy xat yoki SMS xabar yuborsa va siz bunga javob bermasangiz, bu sizning ma'lumotlarning to'g'riligiga e'tiroz bildirmaganligingizni anglatishi mumkin va pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun kelgan har qanday rasmiy ogohlantirish yoki so'rovga e'tiborli bo'ling va o'z vaqtida javob bering. Pensiya to'lovini to'xtatish va bekor qilish o'rtasidagi farqni tushunish ham muhim. Bu videoda biz muhokama qilayotgan ommaviy to'xtatish asosan pensiya to'lovini vaqtincha to'xtatib turishni anglatadi. Bu sizning pensiya olish huquqingizni butunlay bekor qilish emas, balki ma'lumotlarni aniqlashtirish yoki hujjatlarni yangilash zarurligini bildiradi. Barcha kerakli hujjatlarni taqdim etganingizdan so'ng pensiya to'lovlari qayta tiklanadi va to'lanmay qolgan barcha summani ham olish huquqingiz mavjud bo'ladi.
pensiya bekor qilingan taqdirda esa siz pensiya olish huquqini butunlay yo'qotasiz. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchining vafot etishi kabi holatlarda. Shuning uchun to'xtatish so'zi asosan vaqtincha choralarga nisbatan ishlatiladi va bu siz uchun imkoniyatdir, emas muammo. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Agar sizning pensiya to'lovingiz 10 maydan keyin to'xtatilgan bo'lsa yoki sizda shubhalar paydo bo'lgan bo'lsa, xavotirlanmang. Quyidagi aniq amaliy qadamlarni bajarish orqali vaziyatni tezda hal qilishingiz mumkin. Birinchi qadam: pensiya holatingizni tekshiring. Eng avvalo, pensiya kartangizga pul tushgan yoki tushmaganligini tekshiring. Agar tushmagan bo'lsa, zudlik bilan rasmiy manbalar orqali pensiya holatingizni tekshiring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mypogdukov.uz orqali shaxsiy kabinetga kirib pensiya ma'lumotlaringizni ko'rishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Raqamlarni videoning ostidagi izohlarda keltiraman. Odatda bu bin bir ketki yoki hududiy bo'limlarning raqamlari. Operatorga o'zingizning INN raqamingizni aytsangiz, u sizga pensiya holatingiz haqida ma'lumot beradi. Eng yaqin davlat xizmatlari markaziga yagona darcha murojaat qiling. U yerda sizga yordam berishadi. Ikkinchi qadam: shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasi sizning pensiya ishingizdagi qaysi ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlagandan so'ng tegishli hujjatlarni tayyorlang. Sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar ro'yxati. Pasportingizning asl nusxasi va nusxasi. Agar pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, yangi pasportingizning ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, tamakning so'nggi xulosasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun tug'ilish guvohnomasi agar voyaga yetmagan bo'lsa, ta'lim muassasasi tomonidan berilgan ma'lumotnoma agar talaba bo'lsa, nikoh yoki ajrim to'g'risidagi guvohnomalar agar holat o'zgargan bo'lsa, manzilingiz o'zgargan bo'lsa, yangi yashash joyingizdagi propiska haqidagi ma'lumotlar, agar siz chet elga chiqib kelgan bo'lsangiz, chegaradan o'tish sanasini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, pasportdagi shtamplar. Uchinchi qadam: qayerga murojaat qilish kerak? Barcha zarur hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng ikki asosiy joydan biriga murojaat qilishingiz mumkin. 1. O'zingiz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga. 2. Eng yaqin davlat xizmatlari markaziga, sobiq yagona darcha markazi. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari ko'plab davlat xizmatlarini taqdim etmoqda va pensiya masalalari bo'yicha ham murojaatlarni qabul qiladi. Bu yerda sizga hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishadi. 4-qadam: murojaatni rasmiylashtirish. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borganingizda pensiya to'lovini qayta tiklash yoki ma'lumotlarni aniqlashtirish to'g'risida ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Ariza namunasi quyidagicha bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligi huzuridagi pensiya jamg'armasi, shahringiz, tumaningiz, bo'lim boshligiga familiyangiz, ismingiz, otangizning ismidan jashir. Raqamingiz, arizaman, familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, tug'ilgan sanangizda tug'ilganman, pensiya turi pensiyasini oluvchi hisoblanaman. Mening pensiya to'lovlarim sana masalan 2020 yil 10 maydan boshlab to'xtatilganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan men nima sababli to'xtatilganini aniqlashtirgandan keyin, masalan, pasport ma'lumotlarim yangilanganligi, nogironlik bo'yicha qayta ko'rikdan o'tganligim va hokkazoni ma'lum qilaman. Pensiya to'lovlarimni qayta tiklashda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Barcha zarur hujjatlar ilova qilinadi. Ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, masalan, pasport nusxasi, yetim xulosasi nusxasi va hokazo hurmat bilan ism, familiya, sana, imzoga barcha hujjatlaringiz nusxasini o'zingizda saqlab qoling. Arizangizga pensiya jamg'armasining kirish raqami va sanasi qo'yilganligiga ishonch hosil qiling. Bu kelajakda sizning murojaatingizni kuzatib borishda yordam beradi. 5-qadam: sabr va kuzatuv. Hujjatlarni topshirgandan so'ng pensiya to'lovlarini qayta tiklash ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Odatda bu jarayon bir necha ish kunidan 2 haftagacha cho'zilishi mumkin. Agar belgilangan muddatda sizga hech qanday javob kelmasa yoki pensiya to'lovlari qayta tiklanmasa, yana pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling va murojaatingizning holatini so'rang. Agar muammo hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, ijtimoiy himoya agentligiga, xalq qabulxonalariga murojaat qilish huquqingiz bor. Xulosa, aziz do'stlar,
Bugun biz ummaydan boshlab pensiyalarni ommaviy to'xtatish haqidagi xabarlarning asl mohiyatini tushunib oldik. Xavotirga o'rin yo'qligini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Agar sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasida to'g'ri va dolzarb bo'lsa, aslida bu to'xtatish emas, balki tizimda aniqlangan nomuvofiqliklarni bartaraf etishga qaratilgan vaqtinchalik chora hisoblanadi. Davlatimiz pensiya tizimini yanada shaffof va adolatli qilishga intilmoqda. Har bir pensioner o'zining qonuniy pensiyasini o'z vaqtida va to'liq olishini ta'minlashni maqsad qilgan. Agar sizda yuqorida aytib o'tilgan holatlardan biri yuzaga kelgan bo'lsa, videoda berilgan amaliy maslahatlarga amal qilib, zudlik bilan harakat qiling. Bu sizga muammoni tezda hal qilishga yordam beradi va siz o'z pensiyangizni to'liq miqdorda qayta ola boshlaysiz. Umid qilamanki, ushbu video sizning barcha savollaringizga javob berdi va xavotirlaringizni bartaraf etdi. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki ushbu mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Men har bir kommentariyani o'qib chiqishga harakat qilaman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, unga like bosing va do'stlaringiz, yaqinlaringiz bilan ulashing. Zero bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va o'zingizga g'amxo'rlik qiling.